Ana urinni qilib ketishyapti hozir. Lazerga olishyapti-da, uni lazer qilibdi. Hozir lazer qilishadi. G'ishtlarni urib bo'lishni ko'rdingmi? Mana shu tepaga haligi bir kunda chiqib ketishar ekan, shu penablok qilib bekitib olish kerak. Mana tashqari romni o'lchab ketishdi. Endi boshlar tozalab tayyorlab qo'yishdi-da, hozir baqa o'tishadi. Tayda buni ham taydalig'i uch patta betonli qilishganda, qara anaqali, g'ishtda. Ha, tayini ko'ryapsan? G'ishtda bo'lgan. Endi buni anilarni ko'tarib almashtirgandan keyin, shkat urgandan keyin tagiga bir qator chiroyli qilib anaqa quyishadi beton. Jo'jalarni katta bo'lyapti mana. Sementlar olib kelib qo'ydik. Shunga pelitselinni olib kelmasak, bitta katta bo'lib qoldi. Hey. Nima bo'lyapti? Shunaqa bo'lam. Hozir endi mana shu yoqqa prov tashlaymiz. Endi mana o'rtadan bitta, ikkita, uchta qo'ysak yetar-a? Nima? O'rtadan. 3ta yetadi. O'shanga simlar tashlash kerak edi. Bir yo'li simlar tashlab, ana salbadan hozir bizniki o'chirilgan-ku, nima uzib ketishgan-ku. Nima, masalan keyin ulab beradi deyapti. Mana uzilgan turibdi-da. Shuni matga olib kelib turib, matga to'rtburchak qilib turib, ichiga olib kirtiramiz-da, anaqa kalitli. Yopiladigan qo'yiladi. Mana burchakka ham birta joyga qo'yamiz. Bu motorabkami. Yo'q, primoy ekanda, mana to'g'ri olib tushib qo'yaveradi. Shaqdan simlarni olib, ana nimaga zalga tashlaydi. Mana bu zalga tashlaydi. Ikkita zalgami, ikkita qilsak bo'lsa kerak, 3 tami zalga ham. Keyin bunga ham tashlaydi. Shu, endi matga ham qilib qo'ysak bo'ladi. Bitta. Shu bola.